Yanagi bir xillarda savol tug'ilishi mumkin. Sitka qilsa bo'ladi qo'va. Sitkaga qo'mibdagi jotasizlar qo'va. Amalan palatkada deyishlari mumkin. To'g'ri, o'g'lim sitkaga qilsa. Lekin faqat biz 100 gektar ya 80 gektarli paxta yo'qda. Bir joyga sitka o'rib jotib oladi. Mana bu yerdan ham qarib 8 gektarmi paxta bir 80 so'lik biyda olingan. Buni ham ko'pi bilan 3 kunda tozalab taylaydi. 8 gektar paxta-yu biydani 3 kunda tozalab taylaydi. Paxtani ham shu mana shu 1 gektar paxtani qanaqa qip-qizil qilib o'sha. Ko'chmancha degandek ko'chib yuribmiz-a. Jep bo'ldimi bu yoqqa haydab ketamiz, jep bo'ldimi u yoqqa haydab boramiz. Shu yetib ko'chib haydab yuribmiz. Shuning uchun sitka tutganimiz yo'q. Oqqiroy dog'i unog'iga keladigan bo'lsak, hozir bu qo'ylar hammasi bo'g'oz hammasi. Shuning uchun bu qo'zg'a ziyon beradi, appoqrov. Mana appoqrovlar bular hozir baraka qo'shib jeydi. Qo'zg'a juda katta ziyoni bor. Onani ichidagi qo'ziga katta ziyoni bor.